Yurtimiz Sharq Turkistonning bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi ozodlik yo'lida 83 yillik hayotining 50 yilini Xitoyning qorong'i zindonlarida o'tkazgan tavranmas vatan va millatparvar inqilobiy ulug' ustoz Abdul Aziz Mahsum Abdulqodir Damillam o'g'li asarlaridan haqni do'st tutqay kishi. Haqni do'st tutqay jahonda aqli bor har bir kishi haq uchun qilmoq kurash chin ahli vijdonning ishi. Haq bilan nohaqni ajratmoqqa donolik kerak. Kim uni ajratmasa, yo'qdir uning aqli hushi. Bir misol borki, haqiqat egri tursinmaydi degan sundirishni o'ylagan ahmoqlarning uxlab tushi. Kim haqiqatni o'ziga qilmasa, gar yon qurol ketmagay uning beshidan nohaqiqatning mushi. Oqibat mundaq kishi pushmon o'tida o'rtinib, qo'rilur o'zining yig'i birla hamon o'zining go'shi. Kimki yoshlik umrini o'tkazsa pushmonsiz agar jon chiqar holatdimi hamra bo'lur ko'ngil xushi. Suv ketib taşlar qalur, o'smi ketib taşlar qalur. Ömür ketgendimi tarixda qalg'ay o'tmishi. Çaç ketib başlar qalur, çallar ketib yoshlar qalur. Yoshqimi bor bir o'lim, bir kun to'ziydi turmushi. Shu sabablik sen vaqtni xuddi gavhardek tunu salmasin g'aflatga ya oltin beshikning tabrishi. Sa'i qilmoq, ijtihod qilmoq Tangrim buyurdi. Ujmib og'zimga tushdab, yassi bo'lmaydi kishi. Yoshligingni bir minutmi ma'nisiz o'tkazmagan, shuni cho'nqur o'ylag'inki, 1000 yoshga kirmaydi kishi. Sen vatan millat uchun jon ko'ydirib ol yaxshi nam. Bu jahondan bir ketib, ikkinchi kelmaydi kishi. Bu jahon yaxshi yomonning imtihon maydonidir. Belgilaydi ikkidan birini o'zingning qilmishi. Kimki umr tarixiga solsa agar zarchidog' qancha pushmon qilmasin, keyniga yanmaydi yeshi. Bir maqol borki, shingning borida go'shya degan, qayta chiqmaydi tushib ketsa misolan bir kishi. Oqibat mingay yog'och otqa tamom shahu gaday bo'lmadi olamga tubruk Sulaymanda kishi. 5 minutlik nafs shayton keyniga kirma, shunga sutuzuk suvdek eqib o't bo'lmag'il ko'lning yeshi. Bo'lmag'il yoshlik bahoringda echilgan apirang va shapirang xuddi qarg'aydek yashargan gulligil yozu qishi. Sen agar solsang imorat ulini mustahkamligil, tangli 5 kundan keyin zey tortmasin tamning qishi. Jangovar she'r asarni o'qigan har joyda sen nomustur mard yigitga oqsa bir tomcha yesh. Yaxshi ishlab vatanga qarag'in muhabbat ko'z bilan bo'l yomon ishlarga o't ochmoq uchun chaqmoq teshi. Sen kishilar qalbini doktor kabi rantikindi ko'r, oldirab berma baholar parqirab tursa teshi. Barmi vijdon, barmi iymon, barmi mavqa tekshirib shart to'shqan do'stlaringning bo'l haqiqiy sirdishi. Sen rafiq bilan raqibni ayriming vaqt tuz bilan tegmasin bir kun peshonangga uning minnat deshi. Badniyat mal'ulidan qochqin yiroqqa mingnari, chunki yuqqay meynati hatto tegib ketsa bishi. Surati odam yilondek to'lg'inib qilsa xiris, qilchimi qilmabsand, yo'qdir uningki 1005. Birni bir deymiz degan ahli xotin ajdodidir. Chin haqiqatmi jahonda bir bo'lib yo'q tangdishi. Shu haqiqatga yetishni orzu va armon qilib, uchudu olam aro parvozlanib fikrim qushi.
oqibat chiqqay vujudga ko'zlagan haqqoniyat qanchalik toj bo'lsa-mu, bu shum falakning gardishi. Haq uchun ko'krak kerib o'tgan ekan Sodir buvam, bo'ldi qurbon ushbu yo'lda shoir qaynam o'rkishi. Ah, buningdek minglagan milyonlaganlar o'tdi-ku, bo'l shularni ta azaldan ta abadlik yo'ldishi. Chin haqiqat oshnalar doim sana varis bo'lib, bo'l ularning ansubatlik jangovar maslakdoshi. Bu haqiqat, bu nasihat bir kishiga xos emas. Chin amal qilsin uningga, xohi erkak, xohi kishi. Mazkur asarni bu maydonda o'qib taqdim qilguvchi Anvar Yusuf Turan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Washington. 2025-yili 11-oyning 25-kuni.